xuddi o'tgan safargi narx, faqat bu safar 1,5 oy bo'ladi qizlar, 1,5 oy. Chunki bir oyda ulgurmagan narsalar bo'lgani uchun bu safar 1 oy. Ya'ni bizda kunona darslar, haftada 3 marta dars bo'ladi. Plastikani yaxshilovchi harakatlar, arabcha raqs polniy bitta darsligini tashlab beraman. Ozdiruvchi mashqlar bo'ladi, milliy raqslar bo'ladi. Erta tongdan meditatsiya ham xudo xohlasa bu safar qo'shaman, chunki men o'zim hayotimga meditatsiyani qo'shdim. Bu orada menga juda ham ko'p zo'r imkoniyatlar ochildi. Sizlarga ham bo'lishmoqchiman. Erta tongdan meditatsiya, nutritsiolog dars, kstati, nutritsiolog dars nima uchun kerak? Chunki bizda sog'lom ovqatlanish bu, bilasanmi nima? Sog'lom ovqatlanish bu bizga eng yaxshisini ravo ko'rish degan, sifatli hayot kechirish degan. Ya'ni kimda kim sifatli hayot kechirmoqchi bo'lsa, mana shu kurslarni olish mumkin. Kimga qaysi biri to'g'ri keladi? Tak, premiumda hammasi bor, lekin mana standartda faqat zapisini olasiz qizlar. Mana shu 3 ta raqsimizni, hozirgi o'rgangan raqsimizni, keyin xorazmcha raqsi, yana bitta lazgi va arabcha raqsi 3 ta raqsini siz mana shu 399 mingga olishingiz mumkin. O'zi asl narxi 600 ming. Nimaga desangiz, har bitta raqs 200 mingdan hisoblayman. Alohida olmoqchi bo'lsangiz 200 mingdan beraman har bitta raqsi. Lekin 1,5 oy davomida siz standartda faqat zapis olishingiz mumkin. O'qituvchilarga ko'proq to'g'ri keladi, o'qituvchilar olishingiz mumkin yoki pul yetmayapti. Kstati, anketani to'ldirganlar uchun ham yana 100 ming aniq bo'ladi. Kim anketani to'ldirdi, esla olasizlarmi? Anketa to'ldirganlar uchun bonus bor. To'ldirmagan bo'lsangiz bonusni ola olmaysiz. Demak, ikkinchisi haftada 3 marta dars bo'ladi. Jonli qizlar, men boshqalardan nimasi bilan farq qilaman? Bugun xuddi qanaqa jonli qilsam, baqirib, jon kuyarlik qilib dars o'tsam, boshqa hech kim 100% garant beraman. Haftada 3 marta o'tmaydi. Men eng zo'r kurslarni ham ko'rdim. 4 tagina Zoom dars o'tadi, qolgan hammasi zapisda. Bunga biz hali yetib boramiz. Balki vaqt o'tishi bilan faqat zapislarni topish mumkin. Lekin hozir ko'pchilikni mana shu narsaga o'rgatishim uchun men Zoomlarni tashkillashtirgan va Zoom, ya'ni jonli xuddi offlaynda qanaqa o'tayotgan bo'lsam, xuddi shunaqa o'taman. Plastikani yaxshilovchi, milliy raqslar, ertalab tongda nutritsiolog darsi, kunlik ratsion tuzamiz, ya'ni to'g'ri ovqatlanishda nimalarga ahamiyat berish, mana shuni ham o'rganamiz. Kunlik ratsion 12 ta onlayn dars bo'ladi. O'zi oldin 8 ta edi, hozir 1,5 oy bo'lgani uchun 12 ta bo'lib nimalangan. 3 oylik dastur, 3 oylik dostur, 3 oy dostur bo'ladi. Kuratorlar, bu safar kuratorlar nazorati bo'ladi. Har safar